Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Kompot va bugun biz o'g'irlik qilamiz. Oddiy emas. Bugun Noob, Pro, Hacker va iloh o'zlarining bunkerini qurishgan va bizlar har xil usullar bilan ularni binolarni, ya'ni uylarini o'marishga harakat qilib ko'ramiz. Unday bo'ladigan bo'lsa, albatta o'zingizga yeyishga nimadirlar olib kelib oling, chunki bu video albatta juda ham qiziq va juda ham zo'r bo'ladi. Demak do'stlar, bugun kechqurun bizlar ularni uyiga kelib, hammasini har xil usullar bilan o'marib ko'ramiz. Hammasi juda ham zo'r bo'ladi degan umiddaman va hozir biz bunda oldiga borib, hammasini so'rab ko'ramiz. Xo'sh, Noob, qalaysan Noob, yaxshimisan? Xo'sh, seni uying juda ham oddiy ko'rinyapti va lava bilan hammasini eplay olaman deb o'ylaysanmi? Xo'sh, nima deyman? Men lavani juda ham yaxshi ko'raman. Ya'ni eski texnologiyalar bu kuch. Xo'sh, unday bo'ladigan bo'lsa yaxshi Noob, lekin men seni uyingni qanday o'marishni bilaman. Xo'sh, Pro, seni uying juda ham zo'r ko'rinyapti. Nima deb o'ylaysan? Men seni uyingni o'mara olamanmi? Albatta, men uyim juda ham ajoyib va himoyalangan hisoblanadi, chunki men shuncha yil eng zo'r serverlarda o'ynab kelaman. Albatta, men seni uyingni albatta o'marishga harakat qilib ko'raman. Xo'sh, nima bor ekan uyingda? Mayli, hech narsa ko'rinmayapti. Xo'sh, Hacker, wow, saniki Bedrock va Laserdan qurilgan ekan. Xo'sh, senikini o'mara olamanmi? Albatta, meni uyim eng himoyalangan hisoblanadi. Agar hakkerlikda bilmasang, hech narsani meni uyimdan o'mara olmaysan. Xo'sh, shunday bo'ladigan bo'lsa, yaxshi. Demak, ilohnikiga boramiz. Iloh, menimcha senikini o'mara olishni bilmadim, chunki seniki osmonda ekan. Men hatto himoyasiz yuta olaman deb o'ylayman, bolaginam. Xo'sh, yaxshi, tushunarli, men sizlarni tushunib oldim. Xo'sh, biz hozir Noob, Pro, Hacker va ilohni ya'ni savol javob qilib oldik va biz hozir sekingina o'marishga narsalarimizni tayyorlab olamiz. Unda biz o'g'irlikni boshlaymiz. Demak, bir men ikkinchiman. Xo'sh, demak do'stlar, hozir men hammasini yig'ib keldim va hozir ko'rib turganingizdek Noob, Pro, Hacker va iloh bu yerda yo'q. Ular uxlashga ketishgan. Demak, hozir biz sekingina birinchi bo'lib Noobni o'maramiz. Xo'sh, menda mana bunday narsa bor va sumkani oldim. Keyin esa xo'sh, menda yana lopata va fonari bor. Mana yoriq qilishimiz ham shart emas, chunki albatta lava bizga nur olib keladi. Xo'sh, demak, bo'ldi. Hech narsami? Mayli, unday bo'ladigan bo'lsa, eshikdan kiraman. Mana bu yerda qaziyman, signalizatsiya bo'lishi mumkin. Xo'sh, ochamiz. Nima? Bo'ldimi? Boshqa narsa yo'qmi? Shunday oddiy narsalarmi? Mayli. Men qanday yaxshi narsalar bo'ladi deb baqirib olishmoqchi edim. Mayli, kimdir eshitib qolishi mumkin. Xo'sh, biz hammasini hisob oldik va mana shunday oddiy narsa, hech kim bilmaydi ham, yer bilan yopib qo'yadigan bo'lsak bo'ldi. Xuddi bu yerda hech kim bo'lmagandek ko'rinadi. Unday bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, biz Noobni bazasini o'mardik. Bu juda ham oson bo'ldi. Demak, unday bo'ladigan bo'lsa, biz keyingisiga o'tamiz. Qani ketdik. Priyom. Hozir Kompot gapiryapti. Demak, hozir do'stlar, biz Proni o'marishga mana shunday narsalarni olib keldim. Demak, chunki uni uyi privat qilingan va biz mana bu almasli bloklarni sindira olmaymiz. Demak, do'stlar, hozir qanday qilib bo'lsa, tushunmadim. Bu narsa hozir bizga qattiq urin berdi. Demak, yana bizga sekinlashish ham berib qo'ydi. Demak, biz mana bu narsalarni buza olamiz, ya'ni manba temirli narsasi hamda bu narsalarni buza olamiz hozir. Sekinasa buzib kirishimiz kerak va mana shu almasli narsalari buzib bo'lmaydi. Yaxshi. Uyni kirishimiz uchun esa mana bunday yopishqoq narsani qo'yishimizga mayli olib tashlaymiz va qaytadan qo'yamiz. Mana shu yopishqoq narsa orqali biz uyni sindira olamiz. Aha, almasli blokni oldik va sindiramiz. Yaxshi. Endi esa hozir ikkinchisini qo'yib ko'rishim kerak. Tepasida mana bundan fakil qo'yamiz, bo'ldi. Endi buni sindiramiz va uyga kirib ketishimiz mumkin. Demak, bu yerda nimalar bor ekan? Bu yerda almasli sunduk bor ekan. U yerga o'tishimiz uchun mana bu yerda TNT'ni portlatishimizga qochamiz va hozir u portlash kerak. Xo'sh, portladi. Ajoyib. Demak, bu yerda hamma narsa tushib ketib qoldi. Mayli, hech qisi yo'q va biz mana bu narsani sindirib ko'rishimiz kerak. Hozir sizlarga zo'r fokus ko'rsataman. Menimcha hozir mana bu yerga dinamit qo'yishimiz kerak. Almasli sunduk portlab ketmasligi kerak, chunki u juda ham mustahkam. Okey. Demak, endi biz tagidan varonka qo'yishimiz kerak. Nimagaligini hozir ko'rsataman. Varonka mana shu sundukning ichidagi hamma narsani yig'ishga yordam beradi. Demak, hozir pastda biz sunduk qo'yamiz va ko'rib turganinglardek hamma narsa mana tushyapti. Bu yerda
almazli bronyalar, oltinlar, har xil mashinalar yo'ma-yo'q. Hozir hammasini men sumkamga solib chiqishim kerak. Qani tezroq yig'ilish kerak. Biroz kutamiz. Do'stlar, demak, qani bo'ldi. Menimcha hammasini yig'ib bo'ldim. Endi sekingina qochib chiqib ketishimiz kerak. Pichirlayotganimga hayron bo'lmanglar, chunki hech kim bizni eshitib qolmasligi kerak. Ehtiyot bo'lamiz. Demak, do'stlar, hozir ikkinchi o'g'irlashni biz, ya'ni o'marishni yaxshi uddaladik va hozir hamma narsani biz sinab ko'ramiz. Dubnikini sinamadim chunki uniki oddiy narsalar edi va hech kim yo'qmi? Okey. Hech kim yo'q. Hozir bir chekkaroqqa boramizda. Hamma narsani tekshirib ko'ramiz. Demak, biz mayli, mana shu yerda tekshirib ko'ramiz. Bu yerda almazli narsalar va mana bu yerda mashinalar bor ekan. Qani, birinchisini qo'yamiz. Wow! Menimcha olmos rangida bo'lgani uchun Pro mana shuni olgan bo'lsa kerak. Bu yerda esa traktor. Menimcha u bunker quraman deb traktor ishlatgan bo'lsa kerak. Traktorman, ekskavatormi? Endi buni o'zingizlar bilasizlar. Demak, wow, lekin bunisi menga yoqdi. Demak, va keyingisini qo'yamiz va qo'ydim. Demak, bu ham juda ham zo'r. Xo'sh, do'stlar, qaysi biri sizlarga ko'proq yoqyapti? Birinchisimi yoki ikkinchisimi? Demak, kommentariyaga yozib qoldiramiz. Xo'sh, do'stlar, yana bitta nimalar bor ekan? Rang-barang narsalar, haqadar butilkalar, boltalar. Wow, mana bu yerda zo'r mashina bor ekan. Bunisi to'shna, lekin menga yoqdi. Demak, xo'sh, mana bularni ishlatib ko'ramiz. Bu opit berar ekan. Bu Lucky Blockdan bizga kamon tushdi. Aha. Demak, bu nima qiladi? Bu qanaqadir bolta va mana bu yerda bizlarga har xil opitlar berar ekan. Xo'sh, do'stlar, demak, do'stlar, biz hakkernikiga keldik va priyom bu kompot. Demak, do'stlar, hozir sekingina biz hakkernikiga o'marishga kelamiz. Demak, menda ideyalar bor. Bu hakkerniki bo'lgani uchun ham biz cheaterskiy yo'llar bilan demak, kamera turibdi, to'xtanglar. Kamera turibdi. Buni hozir telefonim qayerda edi? Telefonim orqali buni yo'q qilishga harakat qilamiz. Demak, telefonni olaman va birinchi kamerani buzishga harakat qilaman. Xo'sh, qani, birinchi kamerani belgilaymiz. Bo'ldi. Meni ko'rib qo'ymasligi kerak. Yaxshi, buzamiz. Menimcha buzilayapti. Buzdim. Hozir boshqalarni ham buzib bo'ldim va hozir sekin-asta tekshirib ko'rishimiz kerak. Ancha hammasi buzilgan bo'lishi kerak. Bo'ldi. Hammasi buzildi, do'stlar. Demak, yo'q, telefonim menimcha zaryadi o'chib qolyapti. Telefonsiz endi hammasini eplashimizga to'g'ri keladi, do'stlar. Okey. Xo'sh, mana bu yerda lazerlar bor ekan va hozir biz lazerlarni buzamiz. Xo'sh, notebookimni oldim va hozir parollarni yozishimiz kerak. Birinchisi tayyor. Keyingilari bo'lyapti. Qani tezroq tugashi kerak. Birinchi urinishdan hammasini biz qilib bo'ldik va endi sakrab o'tib olishimiz kerak. Xo'sh, mana telefonim zaryad tugagan. Notebook bu yerda yordam bermaydi. Xo'sh, qani yozib ko'ramiz, balkim omadimiz kelar. Xo'sh, 2-1. Xo'sh, menimcha o'xshamasa kerak. Mayli, bo'ldi, o'xshamadi. Men yana bitta cheaterskiy narsalar qilib ko'raman hozir. Xo'sh, demak, hozir ochamiz. Hozir konsol ochildi, bo'ldi. Demak, hozir biz nimada ko'rinmas va devordan o'tib ketadigan bo'lishimiz kerak. Xo'sh, do'stlar, hozir devordan o'tishga harakat qilamiz. Bo'ldi, men devordan o'ta oldim. Xo'sh, bu yerda kamera bor ekan, ehtiyot bo'lamiz. To'xtanglar, men ko'rinmasman-ku? Men ko'rinmasman. Demak, bu yerda har xil datchiklar bor ekan. Nimadir tekshiruv asboblari. Demak, biz hozir sandiqni ochib ko'ramiz. Wow, bu yerda shuncha narsalar bor ekan. Qanaqadir o'qib ko'ramiz. Admin bronyalari, admin gun, admin qilich, yana qanaqadir admin rudalar. Demak, hammasini o'zimga olishim kerak. Lucky block, lazerlar, dinamit va boshqa har xil narsalar. Okey, hozir hammasini biz yig'ib olamiz. Hozir o'zimda backpackimga hammasini solib qo'yishim kerak. Demak, hozir oxirgacha yig'ib olamiz. Qani, tezlashamiz. Bo'ldi. Endi biz sekingina devordan o'tib chiqib ketamiz. Qochamiz. Juda ham ajoyib, do'stlar. Biz hozir hakkernikini o'mardik va mana bu yerda biz hammasini tekshirib ko'ramiz. Qani, bronyalarni kiyib ko'ramiz va wow, do'stlar, men hozir xuddi ninjaga o'xshab ko'rinaman, qaranglar. Menga yarishyaptimi? Menimcha mana shu bronya orqali men ilohni binosini, ya'ni uyini o'marib ko'raman. Xo'sh, do'stlar, yana bizlarda admin gun bor ekan. Bu gun qanaqaligini bilaman. Bu gun kerak bo'lsa bedrockni ham yo'q qilib yuboradi. Xo'sh, bu yerda bizlarda qanaqadir asbob bor ekan, itarladigan. Bu ham buzishga yordam beradi. Demak, bizda nima bor?
Bo'ldi do'stlar, bu nimaligini men bilaman. Bu narsa orqali biz uchishimiz mumkin va mana shu narsa orqali albatta men ilohnikini, ya'ni ilohni binosini, ya'ni uyini o'marishga harakat qilaman. Mana uchyapmiz, ko'rib turibsizlar. Mana shu ilohni uyini o'maramiz va hamma narsani olamiz. Demak do'stlar, unday bo'ladigan bo'lsa bizda yana nima bor? Bizda hamda portalgan yordam bermaydi, chunki u bulutlarga ishlamaydi va oltin olmani biz yeb olamiz boshlanishiga hamda Pandora boxni video oxirida albatta ko'rsataman do'stlar. Unda biz ketdik ilohni uyini o'marishga do'stlar. Qani? Xo'sh, demak do'stlar, biz hozir ilohni binosiga, ya'ni uyga kelyapmiz va sekin asta hech kim ko'rmayotgan payti uchib chiqishimiz kerak. Xo'sh, mana shunday 1 2 1 2 1 2 va hozir sekingina tepadan kiramiz ham. Tepadan kiramiz va mana bu joydan buzib kirishga harakat qilamiz va mana asboblarim qani buni ochadigan hozir. Qani bo'ldi. Mana shu narsa orqali biz buzamiz va nima, hech qanday himoya narsalari yo'qmi? Hech narsaga yo'q o'xshayapti. Qani, menimcha balkim olmoslisi paroli bo'lsa kerak. Qani ochib ko'ramiz. Xo'sh, qanday ochsak ekan? Tushunmadim. Oddiy shunchalik ochildimi? Mayli. Demak, bu yerda qanaqadir bulutli shlem bor ekan, har xil brenyalar bor ekan. Mana shu hamma narsamizni bu yerga qo'yib turamiz, chunki olmosli sundagi juda ham katta ekan va mana bulutli narsasini kiyib olamiz. Bulutli branyani. Qaranglar, menga yarashyapti. Demak, qani bu yerda yana nimalar bor ekan? Har xil tez yuguradigan botinkalar, ilohiy narsalar va chiroyli narsalar bor ekan. Bu yerda bulutning o'zi ham bor ekan. Menimcha bu shamol bo'lsa kerak, ishlatishni bilmayapman. Menimcha qachondir ishlatib ko'ramiz. Xo'sh, bu yerda yana nima bor ekan? Bu yerda yangi qanot va botinka bor ekan. Yo, men tushib ketdim. Mayli. Biz tez yuguryapmiz. Mayli, yechib qo'yamiz. Demak, mayli. Mana shu orqali tezda biz hozir o'zimizda ishlatadigan joyimizga yugurib borishimiz kerak. Bo'ldi. Endi yechib qo'ysam bo'laveradi. Xo'sh do'stlar, biz hozir ilohnikini o'mardik va albatta kimni binosini, ya'ni uyini o'marish qiyin bo'ldi deb o'ylaysizlar. Noob, professional, ya'ni pro, hacker yoki ilohnikini. O'ylashimcha albatta menga professionalniki qiyinroq bo'lgan bo'lsa kerak. Unday bo'ladigan bo'lsa, umuman o'marmanglar. O'marish juda ham yomon. Buni professional qildi mana shu video uchun. Unday bo'ladigan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmaymiz. Sizlar bilan Kompot bo'ldi. Xayr, salomat bo'linglar do'stlarim.